Assalomu alaykum qizlarjolar. Hozir sizlarga mana gullarni kesib olib ko'paytirishni o'rgatmoqchiman. Videolarimda xato va kamchilik bo'lsa, oldindan uzr so'rab qolaman. Bu zenze guli, juda ham chiroyli bo'lgan. Juda ham chiroyli. Kichkinalarni olib ekmoqchiman. Mana bu yerda avaylab kesing, chunki avaylab kessangiz agar gulingizga zarar berib qo'ymaysiz. Mana buni oldida kichkina detkachasi bor ekan, lekin men shuni avaylab kesib olishim kerak. Mana kesib oldim. Bular shuncha kesganman, mana ikkovini kesaylik. Keyin mana shu ikkovini ham kesaylik. Mana. Juda ham chiroyli bo'ldi. Juda chiroyli. Menga yoqadi. Qizlarjolar yana bir marta aytib o'tmoqchiman, mana bunaqa narsalarni kesib olmang. Sizga kerak bo'lib qoladi. Buni barigidan ko'paytirganman. Mana shuni ham kesib olsam, menga juda ham yoqmaydi shu. Mana kesib oldim. Bariglari juda ham chiroyli. Buni qarang. Yoqadi menga. Mana shuni ham kesib oldim. Aytishlaringiz mumkin, bu pichoq bo'lmaydi, lekin meni pichog'im o'tkir. Mana. Bunday qilib qoldirdim. Zanga yana bundan ham kesib olaman. Qop-qora kesib oling. Qo'rqmang, hech qachon. Hech narsa qilmaydi. Bu yoqqa keyin o'g'il tabletkam hozir yo'q, lekin olib kelib albatta o'g'il tabletkasini sepib qo'yaman. Sizlarga ham sepish tavsiya etaman. Mana bariga tushganda shunga olib tiqib qo'ygandim, mana bariglabdi o'sha. Tomirlabdi. Qo'rqmasdan bemalol ishlayvering gullaringiz bilan. Odamlar nobud bo'lib ketyapti. Gullima bo'libdi hali. Tozalab qo'yamiz. Yonimga qo'yib qo'yaman. Okey. Hozir tuproq tayyorlab olayin oldimga. Men mox qo'shaman. Chunki ko'p narsalarni sinab ko'rganman. Moxga yetayotgani yo'q. Xohlagan yo'lingizda moxga ko'paytirib ko'ring. Shu gaplarimga amin bo'lasiz. Ishoning, moxga yetayotgani yo'q ekan. Tez tomirlar ekan, chunki hozir isbotlab beraman. Ana shu bildoq edi. Yo'q, yanada ana shu. Mana bu. Buni men moxga, perlet, vermikulit, torfga nima qilganman? Mana qizlar. Ishoning, aldamayapman, yolg'on gapirmayapman. Yolg'on gapirish juda ham yomon ko'raman. Mana shu torf. Mana tuprog'i shu. Mana shu tuprog'i shu. Juda ham chiroyli bo'lgan, juda ham. Mana qaytarib ekib qo'yamiz. Mana bunaqa bo'lib qolsa, xafa bo'lmang. Gullarimiz bariga chirib qolsa, agar olib sug'urib tashlavermang. Uni tagida kartoshkasi qolib ketgan bo'ladi. Aytmangki, darrov stressga, bir xil qizlar darrov stressga tushib qoladi. Siz shuncha pulni sarflab oldim.
Shuncha pul qildim. Yemay ichib olganman, chunki o'zimda ham shunaqa voqealar bo'ldi. Tagida kartoshkasi bor. Mana bemalol yaxshilab qo'yadi. Bol ko'raylik vaqtimizni. Bunday qilib chiroyligina qilib olamiz. Okey, to'g'ri. Suv ichadi. Mana to'g'ri, so'z ekan. O'chirdi. Boshqa